2026-yil 21-iyul sanasida kivi noklarida o'rtoqlar hosilini ko'rsatib o'tyapmiz. Buni qaranglar o'rtoqlar. 7 yoshli kivi nokimizni tonna mun qaranglar hosilda o'rtoqlar. Kivi noklarida o'rtoqlar ko'chatlardan ko'paytiryapmiz. Kivi nokda ko'pchilik Xitoy nokam deydi. Kivi noklarimiz tonnani zo'r beradi. Juda ham qattiq bo'ladi, so'shni suvli bo'ladi. Bittasini uzib ham ko'rsatamiz. Buni qarang. Kamera chaqirib olib keling. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Buni qaranglar. O'ta qattiq bo'ladi, tonnani zo'r beradi. Eksport bob noklardan o'rtoqlar, kivi noklarimiz. Buni qaranglar. Kamerachi bu tomonlardan ko'rsatib qo'ying. Buni qaranglar. Kivi nok ko'chatlaridan ko'paytiryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Suvini ko'raylik. Qaranglar. Qaranglar. Juda ham suvli noklardan biri kivi nok bo'ladi o'rtoqlar. Ko'chatchi bola ko'chatlardan bormi deganlar uchun ko'chatlardan ko'paytiryapmiz. Mana, kamera chaqirib olib keling. Buni qaranglar. Biliski juda ham yuqori bo'lgan noklardan biri kivi nok bo'ladi. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'chatlardan ko'paytiryapmiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar. Video yoqqansa bittadan like bosib qo'ying.